Bugun sizlar bilan Amerikadan zakaz tushgan zakazimni tayyorlaymiz. Amerikada bo'lib o'tadigan festivalda qatnashmoqchiman. Shunaqa narsangizni yasab bera olasizmi deb yozib qoldim. Yasab bera olmayman, lekin sizga uni qanaqa qilib jo'nataman desam, mani tanishim bor, sizga pulini to'lab olib ketadilar. Shu komplektda $150 ga yasab berdim. Zakaz olayotganimda umuman qo'rqqanim yo'q, chunki men bilaman, shu yasa olmayman degan narsamni yasa olmayman. O'z kommentariyada uyaldingizmi bunaqa narsa yasashga deb yozishni boshlaysizlar. Yo'q, uyalmayman. O'zbekistonda yangi narsalarni o'zim olib kiryapman. Men chiqazayotgan yangiliklarni hammasini qizli sarpalariga olishyapti. Yasab tayyor bo'lishi uchun menga 8 ta dona ip kerak bo'ldi. Ya'ni 80 metr ketdi. Agar siz ham o'zingiz uchun, sarpangiz uchun shunaqa narsalarni yasashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni Mohir qo'llar 2025-yil prof kursimga taklif qilaman. Prof kursim hozir chegirmada. Prof kursimda shu ipdan 5 xil narsa yasashni o'rganasiz. Bonusiga xuddi shu komplektni yasashni ham o'rgataman. Kursga yozilish uchun profilim shapkasidagi silkaga murojaat qiling. $150 ga sarpezga olgan bo'larmidingiz? Arziydimi? Kommentariyada yozib qoldiring.